Çayxanası söhbətləri proqramımızdakı əziz görürmənləri, mənim məş vaxt xeyirli olsun. Bugün 2028-ci 6-cı ayının 28-ci günü yekşənbə. Biz bugün bir sınaq şəkildə bir proqram qılıb baxaylı deb bunun bir çıxışımız çıxıb bir sınaq baxmaqçı olğan. Bəzən vaxt doğrulanmay, məş Mevlankamla ikimizlə qıldığan bulduk. Yani bunu sınap bakmakçı programlarıma ko'ryapsizlar 2 oydek bo'lib qoldi. Faqat suhbat qilolmayapti. Shu suhbat qilib endi bir programmaga bir e'lon chiqarib, suhbat boshlagan vaqtda kim g'oj-g'uj chiqdi, ovoz hech kim anglamaydi, bir-birimiz anglamaymiz. Ekran kirgan odam qo'li avtomatik ekrandan chiqib ketib, yana qassoq, yana chiqib ketib, har xil shovqin surali bilan faqat suhbat qilamidik. Şuna bir e'lon chiqarmaylar, kimda bir tuyuqsiz bir chiqib qo'yayli, kim e'lonni burun chiqarib qo'ysak, bu Xitoylar shu bizning suhbat qilganimizni bilib buzg'unchilik qilyapmiz ekan, hakkerlarni hujum sabab deb uni o'ylab, bu tuyuqsiz qilib qoldik, chunki bir necha programmaga mush e'lon chiqarib qolgandan keyin faqat bo'lmadi, shu 2 oyda ko'p qoldi, programma qilamidik. Yiqitish qildik, o'zgartish qildik, bo'lmadi, shunga bugun tuyuqsiz bir qilib qo'yayli deb uni oldin qildim. Ama Türkiye'deki bir akımız vardı, Uygur Milli Tibabat profesörü. Şu akımızdan tuyuqsiz bir sınav bakıldı, sınırsak yaxşı çıktı avaz. Şu an diye bana bir sınav bakaylı deb sınav atımız. Avaz qanda çıkıvatıdı, yaxşı mı, bilmedik. Şuna avaz anlatqanlık qap qalsa, bir gaqılan avaz anlı çıktı ya çıkmadı deb. Assalamu alaykum Mevlanka, qimmatli vaqtingiz degan gibi sınav programımızga hoş geldiniz. Ve aleyküm esselam to'xtaman bir nimani. Bu meni ishxonamchi, ishxon yomon qalaymikan buning ichiga. Kitob bitiya tashlag'lar, chapallar. Birdan dam olsam yetib olay deb qo'yib qo'ygan kichkam yostiq ko'plar, men shunga sal bir keyingi ekran qarab qo'yatım, bek qalaymikanmi, azroq tuzaymi deb. Ve aleyküm esselam. Ha shu bu sınaq şekilde bir chiqib baqayli dedim. Bu ekran xeyli uzun bo'ldi, chiqmadik. Men oldingi bu ekranning chiqqanda AI'ninki 3-chi leksiyasini so'zlagandim. Shuningdek 2 oy qoldi, o da 2 oy deyishib ketdi. Onundaki bo'lmadi. Ha, bo'pti, bugun menda erkin. Ha, buning yaxshiga erkin bir tog'dan bog'da. Bir necha qatim suhbat qildi deb e'lon chiqardik. E'lon chiqarib, endi shu boshlagan vaqtga kelsak, ba'zi vaqt faqat mush naq maydon ulanmaydi. Go'yoqda ulansa, endi gap boshlab uzilib ketib, yana ulab kirsak, yana uzilib ketib, bir-birimizni ovozni anglayolmaymiz, g'oj-g'oj. Ashunda qilib faqat suhbat qilamadik-ku. Shunga maydondagi anglayotganlar bo'lsa, Rasobay Abdurimjon degandek bir nim qilib baqsanglar, ha, avoyliqqa uch anglayotamdi, anglanmayotamdi. Hozir yaxshi deydi, hamda mashhur shirkatlarga aloqalashgandan faqat bo'lmadi deb uni bir yillik sotib olganda bu programmani. Ular aloqalashib, ular ba'zi texnik maslahatlarni berdi, ular bergan texnik maslahatlarni qilib baqsak, yana bo'lmadi-ku bu. Bo'lmay, yana ular xat yozib, qayta qilsak, ular noise cancelling vakanda shu programmani qaytibdi-ku narsiga. Ashni qattiq, ashni bir sinab baq amsa deb shuni qilib baqdiqda o'tgan qilsak, umi bo'lmadi deb yana qayta shikoyat qilsak, undan keyin bo'ldi dedi endi-da. Shuni degan bir sinab baqildi, hozir har ikkining ovoz yaxshi deydi. Shundan qaraganda endi o'ng'ishalga o'xshaydi. Xudoyim bo'lsa o'ng'ishlab qolib qolsa, bundan keyin haftada burunqidek jiq 2 programma qilmasaqmi, haftada 1-2 programma, 2 bo'lmagan bir program qilishga bitirishaylik. Mevlaka uzun bo'ldi. Bu suhbat qilamadik. Bugun endi taqdim bog'da masnaq maydon u yerdan parang deb chiqarib qo'ydim. Ovozim yaxshi ekan anglovchilarning deganda. Bu dunyo nima ishlab ketyapti? Bunda bir dunyoning nimasiga bir nazar tashlaydi. Eng oxirgi suhbat programmamizni shu Xi Jinpingninki Amerika prezidenti Donald Trump'niki Xitoy ziyorati haqida qilganlikda u suhbatdan boshlab bular bo'lmaylar, mana shovqin sira bo'lib ketiblarkan, bu programmani qilamagandik. Uni ya programma qilamadik. Endi hozir shu dunyodagi cho'ng-cho'ng bo'layotgan ishlarni qisqacha oz bir so'zlab nima qilib qo'yaylik. Bo'ldi. Donald Xitoy qilgan ziyoratidan keyin
Rusya zaten Putin Xitayni ziyorat qildi. Undan keyin Xi Jinping nim bilan Shimoliy Koreyaga kirib Kim Jong Un bilan ko'rishdi. Hayvatlik dag'dug'alar kutib oldi-da hamda. Musha nuqtalarni kuzatgan vaqtimizda hamda Donald Trumpningki Xitoydan qo'ygan savdo urushlaridan keyin tuyuqsiz Beijing ziyorat qilishi, dunyodagi eng kuchli savdo magnatlarini elib berishi, u yerdagi ahvollar dunyo axborot vositalarini qiziqtirdi. Undan keyin degandek o'li ketib aytsalarki Rossiya zontan Putin Xitoyga keldi. Undan keyin Xitoy raisi Koreyaga Shimoliy Koreya nimaga bordi, Chavshanga, Shimoliy Koreya. Mush mazmunni vaqtimizda mishadagi uch parallel nuqtadan kuzatgan vaqtimizda Amerikaning Xitoy ziyoratida Amerika o'zining degan maqsad naqlarga yetdimi, Xitoylar qanday bo'ldi, bundan bir qisqacha bir xulosa chiqdilar. Uning keyin bu Putinning Xitoy ziyorati tuyuqsiz bo'lgan ziyoratmi va yoki oldindan planlab qo'ygan ziyoratmi? Buni bir qisqacha sizning kuzatgan nimangizni. Avval mesela birinci bu üçünü keyin orunlaştırış bu Xi Jinping'ninki mening ko'zgan Xi Jinping planı. Bu xalq içinde Xi Jinping biz Xitoy dunyodagi ikkinchi cho'ng kuchga aylandi, iqtisod kuchga aylandi. Harbiy kuchni shunda kuchayapmiz. Biz dunyoning markazi xalqiga butun cho'ng davlatlarning boshliqlari bizning davlatimizga biriga ulab, biriga bizni ziyorat qilyotidi degan bir tashviqotni xalqiga bermoqchi. Amerika keldi, Putin keldi, ondan keyin Chavshanga bordi. Bu Putin ikkisi deganlarda dunyodagi ikki cho'ng davlatda ham iqtisod jihatdan Rossiya cho'ng davlat emas, bu kichik bir davlat. Golguslarning iqtisod GDP'si bilan Gollandiya bo'ladi u kichik davlat. Lekin harbiy kuchi bor uningki. Shuning uchun Xitoy bu jihatda o'zining qarsa Xitoyning to'rlariga kirma, Xitoy degan o'sha vatanchilik Xitoylar degan o'sha partiyaning tashviqotida bular degan inta hayajonlanib ketdi-da, qara bizning davlat hozir dunyoning markazi bo'ldi. Hozir Donald Trump kelgandi, ketishiga Putin keldi. Bu jihatda bu Xi Jinpingning yetmoqchi bo'lgan masalasi shuning uchun bu o'rinlashtirishlarning jadvalini mening ko'z qarashimda Xitoy bekitdi. Endi bunaqa Donald Trumpni kelsak, Donald Trump Amerikaga Xitoyga bordi, keldi, bu yerda hech shal bo'lmadi. Bular birlashma bayonotni e'lon qilolmadi. Donald Trump 500 aeroplan olsa degan, ular olgan do'g'or tuzganiga 500 aeroplan Xitoy uchun hech qancha emas. Xitoy degan ichida degan o butun Urumchida Sharq Turkistonning ichida 400 aeroplan ketdi uchishga. Lekin Xitoy aram 200 ni oldi. Bo'pti, men 200 uningdan jih oldisang, sen Tayvanning ishiga aralashma, endi men jih olaman dedi. Donald Trump bir yurish Amerikadagi eng chong gigant shirkatlarning boshliqlarini opadi. Endi Donald Trumpga bisim bor. Donald Trump o'zi cho'ng tijoratchi bo'lsa, savdogar. Onun 5 milliard dollarlik savdogar. Albatta, bu apagan savdogarlarga nisbatan aytganda ular degan necha 100 milliardda o pul nisbatida Donald Trump ularga bir sho'prin bo'lolmaydi. Lekin bu gigantlarning hammasi bu Donald Trump ishlatigan bisimi Xitoyni ichib yotgan. Biz Xitoyni bozorini olamiz deydi. Masalan, Elon Musk'a Tesla'larni Xitoyda sotaman deydi. Agar hozir Xitoyning tanliqi mashinasi masalan O'rta Osiyoga borsak, O'zbekiston, Qirg'izistonda Xitoyning mashinalari 60-70% egalladi. Yevropada emas. Mavut nima Elon Musk deydi, agar ash Xitoyni ichivasilar, Elon Muskning mashinasi kirsa Xitoylar o'zinikini olmaydi. Hamma Xitoy olma tilpini ishlatadi. O'zinikini yaratmaydi. Shuning o'xshay, agar uni ichivasa, Elon Musk'a ashad oz deganda Xitoy o'zida 100 million mashina setib yetishi mumkin. Biz necha oldimiz. Shuning uchun u bu manfaatni ko'z tutdi. Microsoftmi? Mening yumshoq detalni ishlatdi. Xitoylar ishlagan detalga Xitoylar o'zlari ishonmaydi. To'g'rimi? Shuning uchun hamma Amerikaning masalan CNN bo'lsin, hammasi Donald Trumpga bisim ishlatdi. Donald Trump bu
Donald Trump bular saylam kelyapti. Bular tayindi de hozir degan saylam degan pul bilan bo'ldigan narsa. Oldin qatam Donald Trump prezident bo'lganda Elon Musk 350 million dollardek uni xajladi. Manda esa prezidentlikni ipadi desang bo'ladi. Shuning uchun mushu bo'ldi, ammo bu yerda hech natija yo'q. Burunqi qandaq bo'lgan hozir shundaq men fidoilarning ekranda Amerikaning bir yil chiqargan 2026 yillik davlat mudofaa qonunini so'zladim. O qonun asosiyatda Xitoyni qanday qo'rishash, Xitoyga qanday jazo berishni shularni ta'kidlagan qonun. Bu ikki Amerikaninki demokratik va jumhuriyat ikki taraf tasdiqlangan qonun, Donald Trump qo'l qo'ygan qonun. Shuning uchun bu o'ttirda bu Xitoy o'ttirga suhbat ish yo'q. Amerikaning buningki siyosiy asosi shu qonun bo'yicha mangdi. Tafsilini ashmay fidoyi ekran so'zladim 2,5 soat qonun to'g'riliq tafsili. O 3000 betlik qonun. Men ashuni tafsili batma-bat turga 8 turga arib, o'shani so'zladim. Shuning uchun bu yerda xalqaro vaziyatga ta'sir yetkazdi degandek bir ish bo'lmadi. Hech yo'q. Amerikaning siyosati o'zib ketib bordi, Xitoyning siyosati o'zib ketib bordi. Lekin Xitoylarning ichida xalqlarning ichida bir xil ilhomlanish bor. Mana bu masalan men 80 Amerikaga yangi chiqqan vaqtimda o vaqtda Xitoyning GDP'sidan Gollandiyanikidan tuvanti. Hozir Gollandiyanikining 20 qatlayapti desang bo'ladi. GDP'si. Mana Xitoylar hozir Amerika bizni strategiyalik raqobatchi deydigan bo'ldi. Bizningki qudratimiz Amerikaning diqqatini qo'zg'adi deb bu xalq ichida bu Xitoy kompartiyasi bu tashviqotni noit ko'p qiladi. Shuning uchun o Xi Jinping bu suhbatdan davlat ichidan numar oldi. Donald Trump'a numurmu, ya numurmu almadı, numurmu ketmedi, hiçbir bulmagandakla bu bir iş bu Amerika'da. Onda o Xitoy bağın ziyaretinde Donald Trump'ın öz közüge maksatga yetemedi, yani quruq berib quruq qaytib keldi deb meta tushunsak bo'ladimi da? Endi o maqsadni tuzmagan. O Donald Trump'la berishdan burunmi? O amna Donald Trump'ning bir nima yeri bu chunki İran Amerika bilan uzun davrlik hozir urush qilib turishning bir muhim yeri Xitoy. Xitoy İranning meyini ilib, Xitoy yordam berib, İranning asosiy qurilish bütün nimalar Xitoydan kelgan. Shu Donald Trump endi Xitoyni İranga yordam bermaslikni talab qildi, lekin Xitoy uni anglamaydi, chunki İran yo'qitib qo'ysa, Xitoyning o'chaqdagi bütün kuchi yo'qaydi. Shuning uchun Donald Trump u maqsadga yetamidi? 500 aeroplanni satanmidi? Endi uni satanmaydiganligini oldida ala Donald Trump biladi. O Xitoyninki o İrandan qo'lini tat degan bilan tatmaydiganligini biladi. Shunga bu yerda Amerika uchun hech qanday ziyoni yo'q, payni yo'q, berib chiqadi bir sayohat qilib keldi desang bo'ladi. Buningda Amerikaninki masalan ichidagi siyosiy bekitishda, parlamentlarda, har xil siyosiy institutlarda bu to'g'riliq hech birim yo'q. Hech qanday ish bo'lmadi. O'xshash berib keldi degandan boshqa hech qanday ish bo'lmadi degan bir o'rtaq ko'z qarashga aylandi. Unda qilib qolsa bu nima Donald Trump'ninki Amerikaga qaytishda ertasiga nima boshlandi-da? Rossiya zultani Putin keldi. Navbat uni qattiq hayvat kutib oldi hamda bu o'rlashtirish tasaddiqmi yoki hamda oldidan o'rlashtirib qo'yganimki shu mazgilda qandaq oldida Allah dedim-ku, Xitoy o'zini dunyoning markazi qilib ko'rsatmoqchi. Ko'rsatishni qanday ko'rsatsa, xalqlar emas shu dunyoning deyotgan narsa ham oldida kun tartib banasimi yoki shu o Putinni bugungi atga deydigan odam bu prezidentlarning ishlari bor. Uniki Rossiya urushda uni oldidan ala o'rlashtirdi. Hamma Putinga endi Donald Trump kelgandan Donald Trump bilan bo'lgan suhbatning mazmunini Putinga yetkazdigan gap. Bildim, mandaq suhbatlar oldu, meya ishlar mandalda uningga ham Putinmi shuni uqib baxmoqchi bo'ldi. Chunki hozir Rossiyaning urushi uchun davomlash uchun Xitoy nayt muhim. Xitoy uning neftini oladi. Xitoyning eng muhim, Rossiyaning eng muhim kirimi neft. Bu hozir neftni oladi, undan Xitoydan nurg'unlik uçqusiz aeroplanlarni oladi, shularning zapchastlarini oladi,
Aylık uşaq zapças işlərsə də Rusiya yaxşı emas. Şu nurgun zapçaslarını aladı. Endi yana bir cəhətdən Xitay mı hem de Amerika körsətmə qara. Sen hazır sen bizni basqan bilə biz məyəd iki çoğun dövlət. Rusiya və Xitay biz sizə taqabül durumuz. Ma məzmununu mu Xitay o'ttirib qo'ymoqchi. Shuning uchun lekin bu yerda xalqaro vaziyatga ta'sir ko'rsatgandek bu ikki nimada ancha ish bo'lmadi. Mening ko'z qarashimda. Hech qancha. Onun keyinden mana Jallat Xi Jinping nimaga bordi hamda Shimoliy Koreyaga. Endi Kim Jong-un dahshat hayvat kutib oldi, ko'rdik nimasaniki. Buningcha bu yerdagi bo'layotgan bir qiziq nuqta o'rtaq kelishim da bir bu vaqtga sizning ko'rgan bilganlaringiz ham o'zingiz analizlaricha. Endi qara bu Koreya masalasi bilan Xitoy masalasi ham ochiq, ham tat munosabat bo'ladi. Endi Xitoyning Koreyaning yadrosining taraqqilishiga Xitoy zo'r yordam berdi. Endi qarsa bu Koreya yadro bombini, atom bombini kuchaytgandan keyin Donald Trumpning ular deydigan biri Koreyaning atom bombasini cheklashga yordam qilsang deydi. Albatta Xitoy unmaydi. Nima aşı Xitoy to'rlaridan o'qitan qarasang, Xi Jinping berib, u masalani Xi Jinping ular digichi, o Chaushyanning prezidenti nimdi Kim Yong-sangmi? Kim Jong-un. O Xi Jinping digichi bizning yadro atom bombani taraq qilish masalasiga hech qanday davlat aralashmaydi deb oldida olal buning gapini. O'zlabdi. Endi bu ikkining munosabati va bir-biriga ehtiyoj. Bu Chaoshan ocharchilik yo'q. Xitoydan kelgan ochliqqa, nurg'un ro materiallarga noit tayindi. Xitoy kambasti Xitoyni tillaydi. Biz seni qo'g'davotsak deydi. Xitoymi bu Chaoshanga yordam berib, buni tirik tutmuş bo'lmaydiganligini bildi. Agar Chaoshan dumkunligi ma Janubiy Chaoshan bilan shunda birlashib ketdi deyli. Birlashib ketdi degan so'z Amerikaning askari Yalujang daryo bo'yiga Xitoyning chegarasiga keldi degan. Buni Xitoy hargiz buni xohlamaydi. Shuning uchun jini chiqqanmi, Chaoshanliklar bulan tillisimi, yana Chaoshan yordam berdi. Chaoshanga Xitoycha getlan o'qitan, ochliq avatgan mashinalar 20-30 ashunda yo'g'on mashina ochliq avatsa, ochliqni ip bulib, Chaoshanliklar Xitoy shopurlarini urib ochliq qildi ekan. Orang mashina avatdingmi deb. Manda qildigan, endi Xitoymi amal yo'q, ochchig'ini ichiga tushdi. Bo'lmasa Chaoshan qo'ldan ketsa, Amerika dengiz bo'yiga keldi, Yalujangga keldi degan gap. Donald Trump tunji qatamliq Amerikasini to'g'an mezgilida shu nimaga kirib Kim Jong-un bilan kurashdida nimada. Shucha kurashgan vaqtlarda shuni azroq bir asli baqilib shu chog'da deyishgan muhim nimalar nimada hamda mavaqtcha Kim Jong-un bilan g'arb davlatlar tunji qatam kurashgani shu Donald Trump'ku. Endi Donald Trumpning maqsadiga qarab bu Chaoshanni Chaoshan Xitoyning chegarasida. Chaoshanni yumshatsa Amerikaning Donald Trumpning emas. Barliq Amerika umumiy demokratiya va Cumhuriyet partiyasi olsa hammasining imkoniyat bor Chaoshanni bir demokratlashtirsa, Janubiy Chaoshan bilan birlashsa, ikkisi cho'ng nim bo'lsa, Amerikaning bir strategiyasi birasi kuchaydi. Yalujang daryosiga bora oladi. Buni Xitoy biladi, shunga Xitoy Chaoshanga yordam berdi. Chaoshan lekin buni unutmaydi. Ular birlashib ketdi degan, ular degan u podshoh prezident degan ularning podshosida. Degan hozir o'zini qizini tarbiyalab yetibdi. Qizi 15 yosh kirmay butun Chaoshanning misal Davdan deydi, misalilik bosh kuchi boshqam aslida bosh qo'mondoni qilib qo'yibdi. 15 yoshga bormagan qizni. Eng kuchli harbiylar bosh qo'mondoni qilib qo'ydi. Shu Chaoshan albatta unutmaydi, birlashgan, ko'rishib qo'ydi, ko'rishib qo'ysa yerda manfaat. Chaoshanning Amerika bilan ancha-muncha yaxshi multqa mansi Xitoyni ogohlantirishida sen menga yaxshi yordam berib, yaxshi kutib, meni yaxshi qilmasam men Amerika bilan yaxshilashib ketaman deydi. Mushundaq bir lekin bular Sen paylaşkandan birisi kendi so Kim Jong-un. Bu nayt aqllıqqa bu Chaoshan hozir perdi por aram tügen bile
Mayaqdan Xitoyni o'ziga akilib o'zining mo'yimliqini Xitoy ko'rsatib Xitoydan haqsiz yordam oladi. Ashliq butunlar, uning materiallar, nurg'un narsalar Xitoydan haqsiz berdi ularga. Uningdagi Amerika bilan yaxshi bo'lgan turib Xitoyni ogohlantirib turdi. Sen meni texmi yaxshi bergin, bamsan mening bilan birlashiman deydi. Bu aqlli narsaga ikki tarafni yaxshi o'ynab kelyotdi o'zining siyosati bo'yicha hozircha. Mening ko'z qarashimda. Bundası vaz nima kerak? O'tda İran masalasida hamda. Bu İran hamda araliqda ish qatim har xil ishga urushda bo'ldi o'zaro bombani qo'yib bu degandekda. Keyin Amerikalar rasmiy Isroilga birlashib hujum qilgandan keyin İsrailya dastlabda İran ajoyib mag'lub etamikin deb chaqnim qilib boqqan. İranning ichki qismidagi o'qituvchilar ham boshqa millatlarmi hamda ichki qismdan İran hukumatiga qarshi molla rejimi qarshi kurashni qiladi deb o'ylaganda nurg'un nimalar. Amaliyot uning naq qarshi chiqdi ham ichki ularniki uyushkuch kuch ekanda hamda bundan nimada ko'randi. Hem diasporadaki İran o'qituvchilarimi dunyoning hamma yerlarda shu qadar namoyishni qilib, burunqilik İran shaxsini qayta uylab chiqishni ko'rsatib boqdi, lekin u ishlarimiz toza ko'ngildagidek bomba demda. Ondan keyin bu urushni ko'yib aka Hormuz bo'g'zi taqaldi. Yevropada neft o'sib ketdi raskabni vaqtida neftlar. Benzin, dizel nimalar o'sib ketdi, mana jihatlar o'sib ketdi. Bundan bu Hormuz bo'g'zi ochilgan bo'ldi, yan taqaydigan bo'ldi degandek oxiri Amerika bilan bir o'rtaq bir kelishimni o'tirib qo'yganda, ya'ni bu kelishimni de İranni net 100 milliard pul bilan ta'minlash degandek gaplar chiqdi. Bu gaplar yolg'on deganlar chiqdi, rost deganlar chiqdi. Undan da İranning to'ng'ildatgan nurg'on necha milliard pullarni qaytarib beradigan nima qilgan bo'ldi degandek bu ishni bo'lib ketdi. Hozir endi o'sha nima qaraganda Hormuz bo'g'zi zodi echildigan bo'ldimi, echilmaydigan bo'ldi. Undan boshqa hozir Amerika bilan tuzgan kelishim hamda bir taraf qarasa bu kelishim rasmiy amallashyotgandek, bir yoq qarasa bu kelishim faqat amallashmayotgandek, bugungi xabarlar qaragan yana Amerika qaytadan hujumni boshlaydigandek, ya'ni orliqda bu İran nima İsrailya bunga qarshilik bildirib Donald Trampning atrofida ba'zi surkishdan paydo bo'lgandek, bu har xil nimalarni ko'ryapmizda vaziyatlarni hamda siyosat musobaqa. Yani boşluğunda sizinki kuzatishingizcha hozir endi bu Amerika, İran, İsrailya o'rtasidagi bu urush ziddiyatlar qaysi bosqichga keldi? İran hamda haqiqatan bir kuchli davlat ekan, hamda shu qadar dunyo eng kuchli davlatlarning hujumiga qarshi xil hujumni qilib boqdi-da. Dastlabda Jim Tug'ani oxiri o'zining borlig'ini etib boqdi degandek. Bu shunda hamda Amerika nimalarda xalqlarga qanday nimalar bo'layotdi analizlar. Endi qara bu İran meselesi hozirgi dunyodagi eng nuqtaliq masala. Chunki dunyoning iqtisodiga ta'sir yetkazadi. Amerikaning iqtisodiga ta'sir oldin hafta men San Fransiskoga bizning yerda 600 kilometr keldi. To'y bo'lgan bir do'stimizning o'g'li shu yerga berib keldim. Yo'llar mayqach 1 gallon may, gallon hisoblaymiz $6,5 chiqib ketdi. Masalan, shu urushdan burunda hozir $2,5 o'sib ketdi degan gap. Bu may Amerikada bütün odam bütün narsaga mashina haydab mangandan keyin har oyda mayga ketadigan bu $200 ortiq pul ketib bordi degan gap. Bu $200 ortiq pul ketdi degan bu pul nereden? Undan keyin bu buncha pul ketgandan keyin xalqlar oshxonalarga berishni kamaytirdi. Bozordagi qimmatroq mollarni ilishni kamaytirdi. Oshxona masalan bir misol oshxonaga berishga odam azaygandan keyin oshxonaning xaridori oz bo'lgandan keyin oshxonalar tuxumni azaladi. O tuxum fermasiga ta'sir yetkazdi. Qassoblardan go'sht ilishni osirdi. Qassoblarga ta'sir yetkazdi. Bu umumyuzlik Amerikaning nimasiga ketgandan keyin mollar qimmat, may qimmat degandan keyin mollar qimmatlab ketib bordi. Masalan, hozir degan tuxumlar degan, burunlar degandan hozir ikkisi degidek bo'lib ketdi, desamda qimmatlab ketdi. Yevropada shu Iroq boshlashdi. Iqtisodiy shunday cho'ng ketadi. Endi Donald Trump buning men bu masalani qatamında qatlam masala bir necha qilay. Donald Trump o'zimi deydi-ku, men ularning bo'g'izini to'sib oldiganligini kim bildi dedi.
Bular Amerikan degandek başta bular boğazını tosmayı ketiverdi xalqaralıq. Ondan keyin xalqı qo'zg'oldi. Urush yeng başlaganda Amerikadagi İranlıqlar buni qo'llab namoyishlarga chiqqan. Lekin uni İranning ichini qattiq bombardimon qilgandan keyin u İranning nurg'un miyat xalqlarning namoyishga chiqmaydigan bo'lib ketdi. Endi Donald Trumpning bu hujumini Amerika Demokratiya partiyasi qarshi turdi. Bu bizdan ruxsat olmadi deydi. Qonunsiz urush deydi. Medialar tanqid nayt ko'p. Mal Amerikaning xalqqa yanchig'idagi portman qarab saylab bilet tashlaydi qara. Malning bahası o'sib ketdi. Mayning bahası bu har bir uyning oshxonasiga, mashinaga ta'sir etyotdi. Bu hozir Amerikada bu urush xalqning bu urush qarshi odam, qo'llaydigan odamdan jiq ko'p. Ma 11-oyda saylan bo'ladi. Agar hozirgidek mushtan mangsa, Cumhuriyet Partiyasi ustira qo'ydi. Hozir Avam palata bilan Kengash palata ikkisi Cumhuriyetning qo'lida. Avam palata Cumhuriyet Partiyasi hozirgi o'lchamicha buningdan Donald Trump shunga Cumhuriyet Partiyasi tarafdan urushni taraf bir taraf qil darol. 11-oy, ba'zi 6-oy tugdi, 7-oy kirdi, 2-3 oyga butun saylan bo'ldi. O masalan ustirib qo'ysa, masalan Cumhuriyet Partiyasi, Demokratiya Partiyasi Avam palata va Kengash palatani olsa, Donald Trumpni impeach deydi. Impeach qilmas deydi. So'ngto'g'risida iptashib etimiz, prezidentni iptashib etimiz deydi. Donald Trump buni o'ylamasin bo'lmaydi. Shuning uchun mushu urushni oyoqlashtiray deydi. Lekin Israiliyatga qo'llaydiganlar buning qarshi. Israiliya Netanyahu deganda men buni 40 natijaga hamma prezidentiga Ironga hujum qilmas hammasi rad qilib ketdi. Bu da Donald Trumpni ma'qul deb Ironga hujum qildi. Endi bu yerga ziddiyat degan qaramında bir-birlab o'ynamasang, 36 yilining birsida pichoqni o'tni ilib dushmanga o'rdaydigan. Bu yerda o'sha Jedo sharni bir-birsining qilib maslanga Israiliya Amerikaning qo'li bilan Ironni uryotdi. To'g'rimi? Arab Amerika Israiliyaning qo'li bilan Ironni uryotdi. Ular chunki ular buncha. Undan keyin Amerika Israiliya Amerikaning mening maqsadimda Donald Trump bir İranni yo'qotib etish Donald Trumpning maqsadi emas. Chunki İran mushtal hozir hech nima olmaydigan bir demokratiya davlat bo'lsa Amerikaga hech foydasi yo'q. İranni bir ojiz davlat qilib, lekin Arab davlatlarga tahdid sib turadigan bir holatga sib qo'yish. Chunki Arablar bilan İranlar azatdan Arablar İran bir tahdid deb hisoblaydi o'ziga. İran ashad boli bo'lsa, Arab davlatlarga tahdid sib tursa, Arablar Amerika bilan savdo qildi, Amerikaning qurollarini to'xtamay oldi. Arab vaqtida bo'lganda 130 milliard dollarlik qurol oldi. Shunga mening nisimda Donald Trump İranni bir ojizlashtirib, lekin ojiz bir İranni paydo qilish. İsrailiya unumaydi. İsrailiya uni bombardimon qilman deydi. Amerikada parlamentida İsrailiyani qo'llaydiganlar Donald Trump masalan bu İran bilan bular kelishim qilib Libanonga bo'lgan hujumni butunlay to'xtat dedi. Lekin nima İsrailiya gapini quloqqa sepmi qo'ymadi. Chunki İsrailiya biladi, Amerikada Donald Trump İsrailiyani qo'llaydigan kuch intayin kuchli. Masalan, Cumhuriyet Partiyasida masalan nurg'un Cumhuriyet Partiyasida 50-60 odam Donald Trump qattiq qarshi turyapti. İsrailiyani chekilsang bo'lmaydi. U nima qilmas qo'yib deydi. Agar mush bo'yicha mang'iversa, Demokratiya Partiyasi Donald Trumpni impeach qilmas deydi. Donald Trump İsrailiyaning gapiga unamay, İsrailiyani majburiy Aşağı Libanondan chiqib ketdiysa, aqchama Cumhuriyet Partiyasida 50-60 odam birlashib Donald Trumpni impeach qilib etish mumkin. Shuning uchun Donald Trump bir xil bir patqoqning ichiga kirib qoldi. Mayaqdan saylam eng muhimi buni ko'rdim, saylam kelyotdi. Saylamda Demokratiya Partiyasi parlamentini ilova Donald Trump ish qilolmaydi. Amerika'nın gepide oysa nimini qanatını bağlab qo'ygan
ödek o'xshaydi ushlanmay jimni turibla qoladi qoqirga. Shuning uchun Donald Trampni hozir birinchi cho'ng madaniyati 11 aydagi saylam. Lekin bu urushni to'xtatmasa xalq bilet tashlamaydi. Urushni to'xtatsa Demokratik Cumhuriyet Partiyasi bunun qarshi to'xtatmaysa Isroilga qanchalik hujum qilsa qo'llaydi. Endi mayaqda hamma aqlsini qo'llaydi desa xalq Malbaha o'sib ketdi. Amerikaliklar bir yanchig'idagi portmondagi pul qarab saylaydi. Men har oyda xajlaydigan pulim, uyim xajlaydigan pulim burun bir oylig'i $1000 xajlasam hozir $1500 xajlayapman. Yanchig'imda pul qolmadi. Bütün mal qimmatlab ketdi. Bu meseleni hal qil. Urushni biz xohlamaymiz deydi. Sen Donald Trump çünkü prezident bo'lganda Donald Trumpni saylagan bir shuari bor. Men hech qanday davlatlar urush qilmayman, har qanday davlatdagi urushlarni nimini yandırıp çıkımen degan. Obama'nı tıllıgan yeri, Biden tıllıgan yer sen aşağıla hücum kıldın degan. Hozir o'zi şunu işçi kirib ketdi. Şu murakkabliklarning ichida endi Xitoy bu İran urushi ingishda Xitoy buningda ansirgan. Hozir lekin bu İran unda tez vayron bo'lib ketmagandan keyin Xitoyga kuch kirdi. İranni imkoniyatda qo'llab, Rossiyani qo'llab Amerika'nın kuchini bo'g'iz atrofida ashaga yutkash. Shuni bilan Tayvan bo'g'izida Amerika'nın harbiy tur kuchini ojizlashtirish. Hozir bu yerga yetdi-da Amerika'nın kuchi mishada aya ojiz. Mushundaq bir murakkablikda buningki iliqi loyida bir tushib qolsang, izlasang bir uchi chiqmagan ashundaq bir yer qoldi. Hozir Amerika Donald Trump o'zimi rost buguni degan ati degan gibi onun o'xshamaydi. Mana Libanon nimada Suisting berib İran bilan 2 oylik urush to'xtatish nimisli nizomnoma qo'l qo'yib kelgandi. Bugun atyan qarsam Amerika İranni yana gumbanchitib bombardib etibdi. Shuning bilan nima bo'ldi bu tugdi yo'q bo'ldi degan gap. Amerikani bombard qilishi chunki bir Singapurning bir paraxoti İran ko'rsatgan yo'ldan mangmay boshqa yo'l menib ketgan İran uni bombardimon qilibdi. Bombardimon qilgandan Donald Trump unda men seni bo'lmag'ini demak bu kelishim yo'q edi. Urush yana boshlandi. Endi bu urush qanchalik cho'ng darajada bo'lib ketdi. Uqmaymiz. Hozir butun dunyoning may ashad qoldi-da. Boshqa yo'l yo'q-da chiqadigan. Nimaninki Arabning bir mundaq bir quruqlik qilgan bir turbi yo'li bor. Lekin o turbi yo'li onunki chiqadigan mayning 10%ni chiqolmaydi. Yevropalar ham shuning uchun bu bir hozir oldi keyni yo'q. Donald Trump buguni bir yangiz birini yozdi Twitterga, atli bir yangiz birini bir ziddiyat ashunda bo'lib ketib qoldi. Yo'g'anda İran hozir eng ajalli kelib qoldi Amerika Donald Trumpning hamisi. To'xtaydi, to'xtatib qo'ymaydigan. Hormuz bo'g'izini texnik kontrol qilib dunyo neft nimisini bas o'stiradigan. Mesela Gollandiyada urush boshlangan oldida €1.80 nechida hamda. O'tgan 2.35 chiqib, endi taqa bugun 2.10 ga tushibdi. Shu tushgan kelishim qildi ham 60 kungacha tinchlik bo'lganda paychaklar o'sib ketgan. Bugun urush chunki urush paydigan paychaklar tushib ketdi, neftning bahasi yana o'sib ketdi. Kelishim bo'lgandan 60 kunlik urush to'xtatib, davomli nima qilamiz degan kelishim bo'ldi degan kuni Amerikada paychak degan mushundaq o'sib ketdi. Urush bo'ldi deganda paychak yana tushdi. Neftmi 4 so'm nechiga tushib ketdi, 4 so'm 50 teng tushib ketganda bugun yana 6 so'mga yaqin chiqdi. Mush o'tira bu dunyoga ta'sir ko'rsatyapti. Dunyoga ta'sir tushmaydi ekan qayta. Xitoy virusining kimni oldidan bir narsa qilib azante, go'sht hamma narsa azante. Shu mezgilda bir o'sib ketgan petrol o'sab hozir tushmadiki bahsi qattiqlar. O'sgandan qattiq kaniga jonmaydi ekanda. Yanmaga yaman tasyan hamma xalq shuni ko'rib oldi. Men Amerikaga kelgan yillari 1 gallon degan 6 litrmi deymizlar. Sizlar litr hisoblaysizlar. Litr hisoblaymiz. Bizdan 1 gallon degan shu 70 tinta. Hozir 6 qo'yga, kuni yo'lda men dedim 6,5 qo'ydan qochildi. Bizning Costco degan bor, kun tuniga men qolsam 5 so'm 20 tinga, 5 so'm 20 tinga qochildi.
Siz qimmatlab ketdi, xalqning bu bevosita tomoq, masalanga Amerikada 11 odamga masalanga gaz, masalanga menga an ta'sir etmaydi. Men bir oy bir qachilab qo'ysam bir yerga haydab bormagandan keyin uyimda turma. Lekin 70-80% odam yana kunda Amerika degan 60 kilo, 70 kilo yo'l mashina haydab ish qilib berib ish qiladi. O gaz shundajaq pul ketadi oxiri. 70 60 70% odamning o'ning ketidi mol shunda o'sib ketgandan keyin mandal qarsang burunqi $1000 pul hozirgi $500ning qimmatiga bo'lib qoldi-da. Ha qaqshigandan keyin bilet saylaydigan kuni hozir ham Amerikada mishtal aqtosanglar Donald Trump Cumhuriyet Partiyasına bir çıkıp gitme. Hazır mesela bugün size Demokratiya Partiya %100 uftu oldu. Ya 3 ay vakit kaldı. 3 ay geçe özgertelemdi mesela 3 ay geçe uğraşın toxtup, neft mayla düşüp, malına bakalar düşüp kaysa Cumhuriyet Partiyasıga ihtimal var. Lekin bunda bulmak yaman ters lazım. Dünya ta'sir ko'rsatyapti bu. Dunyoga. Shunda qiladi hozir hamma yoshini bo'ladi-da. Endi hozirgi bu dunyoning vaziyatlarini o'zimizga qarab boqaylikda hamda o'zimizga qarasak hozir bu vatandagi ahvol, bu Arkanasiya radiosiniki xabarni ko'rdikda qarasak hamda hozir bu Xitoyniki chiriklikka qarshi bahona qilib, buni 30 yil ilgirki bir odamning tarixini qarab shuning asosan nima qilganligini chiriklikni tugatigan to'g'risini qildi. Buningda Şerto Şurniki peyzvatın bir yerden kanalıqı nemisniki aşkarlıgan neside hem de bir yazı kadrıniki bunu 30 yıl ilgiri bir Uygur'niki gacık veriş nimelinden asallaştırıp belgelik sebebinin davalını adam doktor Kandıllar udul spektelikte hem de. Ama Xitay özü çiriklik bağlı kamlan bizim vatanda yana Uygur'un yok kılış. Uygur'un bütünley tekidimi keyingi sürgün 30 yıl ilgiri sürgün kalsa degan narsa yani 1980 yılda keyingi işlerini qayta chiqishdan yapıldı hem de müşterislerini. Muşni kuzatgan vaqtimizda hamda bizning hozirgi vatanda qarasak sosyal mediada qarasak Uyg'urlarning har xil itoatlari, har xil usul bilimlari, har xil nimalar qarasa unda binasi yo'qdek binasida hamda. Lekin ash Erkanasiya radiosining bergan xabarni ko'rib men hayron qoldim-da. Xitoy hamda ash tashviqotni kuchaytirish orqali Uyg'urmada boya tashavatı deb oldida mani chiqarayotganida oqida hamda Uyg'urni 30 yil keyingi surib hamda qoidani yana tutush bir do'lqini qo'zg'alayotgandek mushta bir nimalar bor hamda. Bu narsani nima qilamiz kuzatgan vaqtimizda sizmi ko'rgan soch xabarlarni nimalarni o'yladingiz? Bu bir tabiiy Xitoy o'zlaridan va tarixdan masalanga Mao Zedongni qilsang 60 nechinchi yillari Mao Zedong aşı Pingda Huaylan tutqanda sen 31 yili Jingangsan vaqtında sen bana guman qilganding. Deb shu vaqtdagi guman sen qizil bayroq qanchalik uzun chidaydi degan savollarni dincha shu vaqt qo'yganda shu vaqtida 30 necha yil diki shu vaqtdagi nimani kul tutib generallarni urgan. Bu Xitoylarda har qanday ish bo'lsa, tigi tehdidin tarixdan tarix aşını tatip çıkıp sana akşa Xitaylarda yüzey xoxvan uçundaydı. Bir adamga cinayet atmakçı olsan o en asan iş. Bir asanlı bol deydi. Mesela bir adamı yok atmakçı olsa bir adamı kınmakçı olsa asanlı işte tarixten birimin çıkıdı. Mesela kaldı işkimiz sana tarixten sürüştürsen nurgun bir gepler çıkıdı. Bir yerde paranla bop qalgan bo'lishimiz mumkin. Bir gaplar degan bo'lsin. Xalqlar palonchi mandaq qildi deysizlar. Madaniyat inqilobining nurg'un Uyg'urlarmi o'zaro buni Uyg'urlarmi o'zaro pash qilishga mayt ustib ketdi. To'g'rimi? Masalan, madaniyat inqilobini berib, yo'qdan yo'qqa berib Uyg'urlar ma palonchi mandaq degan deb pash qilib nurg'un Uyg'urlar vayron bo'lib ketgan. Masalanga mushini pash qildi degan so'z mush odam sen qilgan odam desak, ashin cho'qim bir Uyg'ur pash qildi. Mush hajiga asalliq yaratib berdi deganni. Shuning uchun bu Xitoylar buludu tigitakda undan keyin yana biri Xitoylar bu irqiy qirg'inchilikninki sutlashib qilishini xohlamaydi. Oke, men eng beshitga men bir turkum odamni qirib bo'ldim. Ikkinchi ham bir turkumni qirayman. Endi kimni qirayman? Tarixdan tatib chiqib turib hammasini qirdirib, hali Xitoylarning deydigu hech qanday bo'lgunchilik
Xitoy qarshi hech qanday bir uruqni qo'ymaslik kerak deydi. Butunlay odamni injener shu xitoylashtirishda. Masalan, yaqinda sen so'zlashamsan, so'zlamam, vatandan kelgan yoshlar bilan, nurg'unlar bilan telefon qilib so'zlashimi. Vatanga berib kelganlar nurg'unlar bor. Bir bal berib kelib, ikkinchi bormayman debdi. Aşı sen Xitayning aeroplanga chiqqan kundan tortib yuragimda bir andish qo'rqish bilan ashar turdim 3 hafta. Kunda o'ttirashlarni o'ynayaptım, bolalar bilan o'ynayaptım, yuragimdagi qo'rqish tugmadi deydi. Ondaki masalan madaniyat uya ichida bolalar yuribdi. Hozir iliq millat farqini yo'qtimiz. Hammamizni bir Junxo millat deb ataymiz degan atalib bo'lgandan keyin, masalan Xitoy oshxonalarga hozir Urumchilarga borsan, Uyg'urlar o'xshash kirib tomoq yeyvergan bu ketibdi deydi. Uyg'urlar o'sha yer ketdi. Yan bir bola bir yezliq, men yezliga borsam deydi. Yezdagi boshlang'ich maktabdan 18 yoshdan tuvan bolalar asas Tunganga aylanib ketdi. Uyg'ur gap chort bilmaydi deydi. Butunlay dars bo'lganda Xitoy o'yinisi maldasha qarasang bolalar o'ynayotgan butunlay Xitoy so'zlashir deydi. O nimadagi bolalarda aşağıya nurg'ula berib, sen so'zlama, nurg'ula gaylar telefonimni deb Mavlanka menga telefon qilmang deb qo'yib yetdi. Gayvallarni men sen kapolat qilgan hech kim demayman, ismini hech kim demay, gaylar menga nima qilib ahvolni so'zlab berganlar bor. Yani shu Xitoylar shu tarixni surishtirdi, Uyg'urni butunlay xitoylashtirgandan keyin Uyg'urga bo'lgan har qanday kichik, masalan, shu Asa odam degan, mushu hajiga borgan odamni şu vaqtda 30 yil yordam qilib degandan keyin ashundan keyin nurg'un shu vaqtda haji baga Uyg'urlar Xitoyga berib deyishi mumkin. Mening berishimga yordam qilgan deb. Nurg'un Uyg'urlar pash qilishi, ozroq pul berishi mumkin ularga. Shu rag'batlantirdi-da, ya ishdan oson qilib. Vaqtida iliq universitet bir ish o'tdi-ki, bizning shu Sharq Turkiston universiteti, atalmish Shinjon universitetining biyologiya bir professor batdiki, bir kuni bu ayollar choy o'ynatdiki, choy o'ynasa, choy o'ynab bo'lgandan keyin atsi buni o maktabning anchantini odam chaqirib, buni sen chiyingda mushundaq gaplarni debsa debdi. Shu 10 necha odamning ichida birisi o'ynagan choyni berib, bu mushtaq dedi deb onun ayolga chiqibdi alaga. Shunda bu ayolning ko'ngli eng yerim burum kenandim. Yani bir ish gap degandan keyin shu ayollarning hammasini yana bir chaqirib olay deb uyga chaqirib, mushuni uydagi mishi parangni birsing mishaq debsa, endi sen haq bilan buning do'st og'aynim yo'q, endi chiqa uydan deb ashadi uydan hamni qo'g'lab chiqarib yetibdi. Yaqin bo'lganmikan bu? Emas, oldingi yil bo'lgan ekan. Birisi menga birisi debpadi. Maviyat yo'q, birisi menga qanchalik Uyg'urlarning ichida bu pul masala ozroq pul uchun, manfaat uchun qanchalik bu ishlarning avjib ketganligini, hozir hech kim hatto inlan bir-birisi ishonmaydigan ishlar bo'lib ketganligini debpadi. Mayaqdan borgan birisi burun xeli cho'ng odam, birisi berib u yoqda burunga o'xshash, bizga o'xshash og'inlar bilan qo'l ilish, ko'rib qo'l ilishmay ko'rishidi, yomsizlar men bilan Xitoy tuzilishiyotdi deydi. Bular bo'ladi, bu xil ash odamni o Xitoy 30 yil burun chiqdi degan birisi berib chaqqan gap. Chaqmasa 30 yil burun ishni degando, demagando. Masalan, burun nurg'un Uyg'ur kadrlar bor, masalan, hajiga chiqman deganlarga yordam qilgan kadrlar nojiq. Bizning bir tuqqinimiz batdi. O'ljida. Shu Sifan maktab o'qituvchisi O'zbekistonga berib, O'zbekistonda hajiga berib kelibdi, kelganda butunlay pensiya maoshini butunlay to'xtatib qo'ydi. Bunda ishlar noyiq emas. Yani bu bo'ladi bunda ishlar bu Xitoylar buni to'xtatmaydi, surishtirib, tigi bular bizda emas, o'zining tarixida bor deyman. Mao Zedongni o'ylab baxmamsa, 30-yili Mao Zedongga bir qarshi savol qo'yib bo'lgan Pingdaxuayni 66 yil o'tgandan keyin sen shu vaqtida men qarshi mushtaq qilgandim deb tortib chiqib yo'qotgan tursa. Bu Xitoy madaniyati tarixdan bor emasmi? Ama 7. aydan 1. kundan başlar Xitoyniki millatlar ittifoqli qonun, yani bir millatlashish. Nimasi rasmiy yo'li qo'yildi, buni
3 yılın Әммәки 3. bunun degan militan nima desa, Junhua Minzo deb yozadigan. Aştaqının hükümeti de hem de bunun karşı hem de cık faaliyetleme boldu ya diasporada. Ama 7. ayının 1. günü yani bütün şu diasporadaki Tibet'le Xitay'nınki muş kanuna karşı dünya karakteri kengren namaş ötküzdük yani. Biz ama Uygur teşkilatlardan da namaş doğrusu bir demin kömürlük çağırıqına. Amsterdam'da ama Tibet'le çoğun bir namaş orlaştırıp bunu teklif kıldı. Çarşamba günü kepsem bir söz depnim kılsa birlikte faaliyet kılaylı dep. Şu asaslık ise dünya karakteri Tibet'le bunun bir aktif nima qilibdi namaş faaliyet orlaştırıptı. Yani bizim da Uygurlarni da orlaştırsa kildigan adam yok azlab ketyapti namaş qildiganlarmi hamma davlatlarda o'xshash bo'lib qoldi bu yolg'iz bu yangi ish emasda hamma narsaga. Endi bizning shu burun masalan şu Ceneva'da Belgiyada 5000 kişilik namaş qilganda dunyoning hamma yerdan adam guldir kelib namoyishlarni qilgan cho'ng dunyo xarakteri qilib nurg'un Uyg'urlar hayajonlangan bugungi kuz namoyishchisi chiqadigan adam topib qolmasa qolib qoldi chu. Mayli Amerikada Amerikada tashlab ketganda bu ishdan keyin. Maslanga mush erkak Bu endi bu narsa mush Xitoyniki vatanga berib keladigan yo'lini echitishi qo'yilish qulaylaştırıp berish mushunkin ta'sirmidi yo boshqa ta'sirlarmi bormi demda sizmanda cho'ng'oq cho'nglar o'tirib paranglashsizlar vatandakilarmi berib kelganlarmi paranglashsizlar odamlar paranglashdim deysiz ashtamda nima olgan nimalar qarg'a vaqtingizda endi diasporadagi butunlay Uyg'ur tashkilotlarining faoliyat o'rlashtirgan odamning ozlab ketishi turqidek aktivlik qilmasligi mush nima sabab bo'lgandi mush bu narsa. Endi qara, har qanday harakatningchi, men doimo uyimda 20 daydlan tinish o'qigan bo'yga boraman. Kun petish vaqtiga borganni yaxshi ko'rmayman. Kun patganni ko'rib, o'zimni avosh butun petib ketkicha o'zimni qumga tashlab yetib kelaman. Iliq so'g'ar o'rkashlaydi. To'g'rimi? O'rkashlab tuvan ichib uni g'ur kaynab qaytadi. Bu har qanday harakatmi bir mezgil dağdığılık var mağdı. Mesela Xitay'nınki erki kırgınçılığı Buda. Tarihten buluvatıdı. Buda kısa 2016 yılının ahırdan ama 2016 yılının ahırda Nurgul'a 2017 yıldan başlandı deydiken şu anda başladı. Şu başlaganda dünyanın hemmiyede Uygurlarda dağdığılık namaşla olup gitti. Doğru mu? Hemmiye namaşı diyen ay bizden Los Angeles'ta şu vaxtlarda namaş qilsak bir qitim Hollywoodning kino qo'ydigan oldindan qilsak 150 dak odam chiqqan. Shu vaqtlar bir qitim Uyg'urlar butun g'andib qildi. Shu vaqtlarda haqlarni biz vatanga bormanglarmi Amerika erkak qirg'inchilik qilyotdi deydik. Shu vaqtda shundaq masala qatnashmagan Uyg'urlarmi shu qonun o'tkichi asosiy hech kim vatan qaytmadi. Amerikaning qonuni o'tdi. Bu bir dolqun tarixdagi masalan millatchilar deb qirdi, o'ngchilar deb shuning o'xshash bu bir dolqun tarixga dolqunga o'xshash bir bosqich o'tib ketdi tarixda. Uyg'urlar yana o'zining sen kechki Uyg'urlar o'zining hayotining boshqa masalan nurg'unlar davlatlar vatanlar kelib ketyapti, otalar kelyapti. Atalar men bilan telefonda so'zlashib ko'rashli bo'lmaydi. Bizlar qartizimda kirib ketgandan keyin vatan kelib ballar beryapti, kelyapti. Endi bularni masalan vatan ketib qolganlar men burun shu 2017-yillari to'rlarda qaytmanglar biz qon o'tmaydi nay jiq so'zlagan odamning biri. Men hozir bularning nurg'un yoshlar berib ketlar bularni tanqidlaydigan bo'ldim men. Bo'ldi bu endi bularningmi chunki bu yerga eslanda bo'lsa xuddi menga o'xshash Uyg'urlar masalan bizningki Los Angeles ansam 1000 jiq Uyg'ur borki bular hech qaysi vatanning davosini qilmasdan Amerikaga chiqqanlar emas. 90% hech qaysi desam bu 90% odam vatanning davosini deb chiqqan emas. Men Amerikaga vatanning davosini qilman deb chiqmagan. O'qishimni o'qib, men o'qisam davlat qaytib professor bo'lsam maaşım yuqori bo'ldi, jamiyatda u professorlarning izzati yaxshi bo'ldi, maktab cho'ng uyini berdi. Shu oddiy ish bilan bu yerga chiqqanman. Nurg'un bolalar. Endi bular nurg'un bolalarningki bu yerga ketgandan keyin otalar pul avtish to'g'ri keladi. Otalar kelyotdi, ketyotdi. Urug' tuqqanlar bilan ko'rishyotdi. Endi bu hozir qushga bu. Bular
Aslab hadislar xoin, vatan sotding deb bu tanqid hozir. Masalan, gayla berib, mushu iliq to'g'ri mushu Şinjan deb so'zlab, mushtaq qitganlar. Bular endi bir xoin shakl. Nurg'unlar sukut berib, kelyotdi, jimjit berib, jimjit kelyotdi. Bizni Los Anjelesda shunda jiq. Bir kelyotdi, bir yer bir xitoy tashviqatim yo'q, yo'q, kelyotdi. Mesela abiyetin siz dediğinizde yani ben özünüz atalmış Şarkı Üniversitesi, Şarkı Üniversitesi'ndeki okutucusu ekansiz. Kaçan çıktınız Amerika'ya? Özünüzün planları dediğinizde ben kendim okupsam, profesör olsam, vatan kaysam, özümdeki orada yaxşı olsa, onu profesör unvandan qap qalsam, ama şaraitlerim yaxşı olurken o bu degandek, unda alaqı özünüzdeki maddi nimesi oylap çıkıp Amerika'dan vatan qaytmasın sebep nimesi? Kaçan çıkardınız, kaçan qep qaldınız da hem de dese okuş qavatı neçilik var. Biz 87 yıl çıkkandım Amerika'ya. O zaman da 39 yıl oldu. Okuşka çıktık. Ben 87 çıktım. Ayalım 88 çıktı. Ben okuyan mektepte benim ayalım Erkin Sıdık'ın ayalıyım. Yani bir 3-4 urgular hemimiz bir mektepte okuduk. Erkin Sıdık 88 çıktı. Japonya'da okuduk. Biz mişe pütterdik. Onun diki uakladı mı biz vetmeye de kalımız diyen ideya yok. Ketip araya iş gelmez. Ayalım şu Şarkı Üniversitesi'nin atalmış Şinjan Üniversitesi'nin İngilizce fakültesinin okutkucusu. Ben matematik fakültesinin okutkucusu. Erkin Sıdık'ın ayalımı ben bile matematikini okuyuş diye Erkin Sıdık fizikini okutkucusu. Bile hemimiz şu üniversitede bir bina turadık, bile çıkalı. Tuğluk Abdurzak. Ayalı kanun fakültetindeki Tuğluk Abdurzak ben bile matematikini diye. Bular hemimiz bir binada turadık. Mektep bir demez mi öyle? Şu müştaklı mektepte bunlar küçük çıkan aylık Şükret Said Ahmet. Bular biz hemimiz bir bina kahar barat. Bular bir binada müştaklı çıkan. Oxamda nima chiqmagan chet o'qiyman desa, hemimiz yani Xitoyda o'qitadi-ku aslida shu o'qish pullarini hamma to'lab. Bermey o'qish bilan pulni bermay. Vaqtida ayliq zıfı gongpay deydigan. Davlatning nomini chiqirdi, pulni o'zing tortdi. Biz hammamiz mush Amerikada ayliq GI, TOEFL degan maktabda shularni o'qib, Amerikaning universitetidan o'qish mukofotini olib chiqqanmiz. Biz pul to'lamagan kelib xizmat bir chetdan o'qitamiz, bir chet o'qiymiz, bir chetdan maktabda xizmat qilamiz. Bizdan o'qish bilan pulimizni tortadi. Undan keyin biz xizmat qilgan maoshimizni berdi. Buni biz mana Amerika kelgan mening yanchig'im faqat $25 botdi. Biz hammamiz shu vaqtda biz hukumat bizga pul bergan emas. Lekin vaqtda gongpay zifay deydigan gap bor. Hukumat davlatda avitmiz, hukumatning nomida gongpay degan ekan. Lekin pulni o'zing tortsa. Ular qanday qildirsan, siz mishat o'qiysa, mishat imtihon bersa, TOEFL deydi, GRE da imtihon berib, mush maktabga iltimos qilib, ash maktabning o'qish mukofotiga erishib, andan chiqdilar. Biz shunda chiqqanlar. O'qish mukofotiga erishib chiqqanlar. Misha kelsak bizniki o'qish erishgandan bizdan o'qish bilan maktab 1 yil 30-40 ming dollar o'qish bilan pulni nereden to'laymiz? O vaqtda maoshimiz $20 tursa. Şu o'qish bilan pulni hukumat tatdi, undan keyin biz kelganda o'quvchilarning topshirig'ini tekshiradigan xizmatni berdi. O'quvchilar topshiriq tekshirdi. Shunda shu o'quvchilar topshirig'ini tekshirdik. Shuning orqali maosh aldık, onun için o'qishdan sırt yana başka ishlarni qildik. Erkin Sıdık ikkimiz birlashib o'qish jarayonida tiraq pul topaylik deb paltarlar, haqlarning uylaridagi o'yinlarga berib, direktlarini kesib, direktga ishlarni qildik. Yengbacha ashundaq mangan biz. Shu bu yerda hukumat Xitoy hukumatidan bizga pul bergan. Nima qilib qoldingiz Amerikada hamsa? Ha? Nima qilib qilish sababingiz nima? Biz Amerika keldi, onun için 89 yılda TMN namaşı oldu o. O'qishlar kitap. Şu bo'lgandiki Amerikadagi bütün bizni Xitoy pasportida Xitoydan kelgan o'quvchilar deb hisoblaydi Amerika hukumati. Amerikadagi bütün Xitoydan kelgan o'quvchilarga Amerika biraqli yeshil kinishga beryapti. Hammamizga yeshil kinish hukumat
Özü ayrıma çıkıp iltmasqa keldi de bada kolmasqa bir xil berip atganki endi ketmeyli buldu. Amerikanın yaxşılığını gördük. Yeşil kinişke qandık. Hemmeyeler bara alaymiz ki, bir yerde hizmet kıla alaymiz ki. Ya bizim bir yer pul tapışqa közümüz yetti. Yani bu şirketler işlep, hizmet edip, öylen ilip, maşinlan ilip, dünyalar sarkıp, iqtisat asasını yartışqa közümüz yetti. Ballan üyed okusak, okalamdı, okamamdı, okusunda Amerika tayyak bizmiş, Amerika'ya cinimiz çıkıp ballan okutayıl dedik. Bir yer yeni balık eriştik, Allah Teala bedi şunun bile, bizge adık balladık, bir yerde siyasi pana tipip, muş iltimas qilib yillar to'xtab bunda emas. Hukumat berib o'tgan bizga yeşil kinishkini. Yeşil kinish olgandan 300 yildan garajdan bo'lib ketdik. Shu bizning kelishimiz. Sababi. Uning yoq barig'imiz vatangandan keyinda 2006 yil bir bordim, 2013 yil bir bordim. u nima qanaqalik 87 chiqqandan yog'i 2006 qaytdan 3-chi qaytdan. Uni 2000 necha 13 dedingizmi? 13 bordim. O siz bağ vaqtida men hozir bağanlarni dedingizmi? Xitoy anda qilgan, manda qilgan. Siz bağ vaqtida qanday qildi Xitoyda o'shada sizlarmda u vaqtda men 6 yilini so'zlagan vaqtimda shuni so'zladim. Shu vaqtida erkak qirg'inchilikning tutishning oldi plan tuzib yetibdi. Uyg'urlar vozil Xitoylar degan palonchiyada shunda cho'ng ashu xalqaro bo'yicha eng cho'ng bozorni soldi ekan, 5 soldi ekan. Odam nurg'un savdogarlar qiliq bozorga bizmi bir mablag' qashayda pullarni berib, xalqlardan pullarni yig'ib, shu pulga qo'ydigan qo'lni soldigan qo'yizapti ekan. U vaqtlarda ash xalqlar tiqi iliq buran chapqin oldidagi jimjitlik degandek aş kiliştirmiş xalqlar degan bütün ya oyun, tamasha, iliq yezlar berib pasportingni nimaga pasport olmaysa pasport ilinglar deb xalqlar pasportlarni qo'liga majburiy tutqizib ashunda qilayotgan vaziyatga 2013-yil bordi. U vaqtlarda hozir qaraganda 2017-yil 2016-yili 14-yil tartib rasmiy bulayliq erkek qirg'inchilik planini tuzishga boshlabdi. U vaqtlarda jimjitga 2014-yil meni ayolim bordi. U vaqtlarda hech narsa to'soldi. O aerodromga tushgan vaqtida u yerda endi vatanni nima chetdan qaytgan hamma Xitoylar choyga taklif qiladi ekan, ana qildi ekan, mana qildi ekan, u bu degan ishlar shu mezgilda bog'liq edi. Urumchi qirg'inchilikdan kuchayib ketdi. O'slim ayrimlarga nima qilgan ishlar bo'lmaganmi? Yo'q, o vaqtda yo'q. Men borgan o ishlar yo'q. Bordik, baratdik, berib, endi qoiduvchi aytishlar asos qatlam deydigan narsa bor. Shu yerga berib tizimni tatdik. Tizimlatib Amerika bizning uydagilar birisi baratdi, tizimlatib Amerikadan keldi, inim, opamning uyida yinida turdi. U vaqtda nimaga ko'rsatgan sababga opamni yo'qlab kelman degan. Opam u vaqtida Amerikaga kelib, Amerikaning yeşil kinishkilarga shundan so'ng keyin turmaga kirib chiqibdi. Asha tuyab ketdi. U vaqtlarda shunda qiladi, akratda tizim qo'yadi. U vaqtlarda Avstraliya, Amerika, Yevropa, O'rta Osiyodan mush kelganlar bir oshxonada o'tirsa, mojuzi bir Avstraliyadan kelgan, ojuzi bir Fransiyadan kelgan xalqlar degan mushunda bo'lib ketgan vaqt ekan. Unda olsa men gapni sal nimaroq yig'aylik hamda hozir o'zimizga bir qaraylik diasporadagida 2 kun bo'ldi mana ko'rdingiz hijob masalasi budaki qurultayning yig'inida Uyg'ur akademiyasiniki Abdulamat Qaraxonniki shu to'g'ri so'zlagan videosini kesib kelib to'g'rilab taqilmam ko'rdim. Hammani ko'rib bo'lmadim, qisqa videoni bir qurib ko'rdim. Bu 2 kunning yog'ida qiziq, jiddiy masala bo'lib taraf-taraflardan har xil nimalar chiqdi hamda diaspora Uyg'urlar ichida ichki birlikimizni buzadigan bunda bir ahvollar ko'rilyapti ko'rdikda. Bular bu dinimizniki millatimizga milliy hissiyat, diniy hissiyat bilan noyatliqqa to'qinish yuzi berdi hamda ko'ryapmiz. Bunu siz ko'rdingizmi? WhatsApp gruplarida har xil yangi gaplar, Facebook'da yozilyapti, videolar ishlanib taqillayapti. Buni siz qanday qaraysiz? Ya ko'rdim, men deyman-ku, men to'g'ridagi barliq suhbatlarning %100 demaydi, 90% hammani ko'raman. Mush xizmat qilaman, men telefonimni ochib qo'yman. Sening qilgan suhbatlaringning hammani ko'raman.
İç qo'yma ko'rma. O Gulchehra bilan qilgan suhbatda bu masalani o'ttirib qo'ydi. Hamda birinchilik akademik desak, o odamning ismi nima edi unutib qoldim. Ashuni hijab masalasini o'ttirib qo'yganlik bir odam. Endi de Abdülhamid Qarxan. sen unutib qolding. Abdülhamid Qarxan. Abdülhamid Qarxan to'g'ri. Endi hozir Uyg'urlar qirg'inchilik bo'lyapti. Xitoylar tarixdan tortib tutyapti. Bu dünyadaki Uygurlarning beshiq kelgan masalaning jiqliqida bu akademiyada bir Uygur ayollarning beshiq kelgan niqob demdik. Bu beshiq otgan yog'liq to'g'riliq parang qilgan bu bir ajoyib bir qichishmagan yani qoshlagandek bir parang bo'libdi-da bu rostni aytsam. Bu men mushu to'g'riliq maslanga Türkiye'de ben sürüştü bir iki yaşından ekranlara çıkıp sözleydiğen dinzatlardan işkilten burun sözlegen. İstanbul'da 50 mingden artık Uygur badaydı. İstanbul etrafında. Sen kaçı bilemse yaxşı bilmemse ben sorsam. Uygur'u bilmeyim. Birden sorsam 50 mingden çık badaydı. Gayları 100 mingden gipini kıldı uxmayım. Ben fakat xalqning gipini sandı. Ben aşta kar yüzünü çöküp aldık Allah'dan kançısı ba. Dep birisinden sorsam 5-6 yıl çıkıdı deydi. Muş 50 mingning ustida mushu nispeten aytsam mushu yüzüne takıp aldıganlar muşlarning namoyishga chiqish nisbati ma taqmaydiganlarnikidan ko'p. Bular taqsi o'zining ishi. Masalan, bu da bir ish bu endi diqqatni ayollar sunib olgan ishi ajoyib bir qiziqda. Madaniyatda ular Uyg'ur madaniyati emas deydi. Burun Qashqalarmi ayollarmda dadamlar deb bergan Qashqalarmi ayollarmda yuzini etib oldigan ishlar botdi deydi. Burun ash kommunizm kelishdan burunmi? G'uljilarda Rus ishib ketgan bunda ayollar yuziga chiqsa bunda yuzini oldi etib oladi deydi. Endi bu qari kiyimni gaylab bu Uyg'ur madaniyati bilan odamning gapi qarsam u odam ikki tarafdan so'zlabdi. Biri madaniyat tarafdan. Albatta hozir kiyim kechak degan xalqaralashib ketdi. Mana ikkimizning kiyayotgan kiyimimiz hech qanday Uyg'ur kiyimi emas. Bizning uyimiz o'tirayotgan, ishlayotgan, safa, yotqi hech qanday Uyg'ur madaniyati emas bu. Butunlay Yevropa madaniyati bular. Bizning hozir ilayotgan saqal oldigan pertuallarımızdan tortib, kiyayotgan kimam shinjigim bu Uyg'ur madaniyati emas, biz pinjik kiymaymiz burun. Shuning uchun bu kiyim moshib ketgan buni Uyg'ur madaniyatini buzdi deb cheklash o'zi tushunmaganlik. Masalan ayollar shiping duhava atlas ko'ylak kiygan. Uni biz hozir qanday bo'ldi bir faoliyat o'tganda kiydigan narsa. Sen shiping duhava dup kiyib ish qilib olmaysan. Ko'chada mashina aytmaysan, malda mangmaysan. Ben kichik vaqtim boshlang'ich o'sha G'uljida vaqtimda 60 Urumchilarda ayollar burul kiyatdi. G'uljilar burul kiysa ma Xitoylashib ketdi deb tillatdi. Asli burulki degan ma Xitoyning emas, Xitoy burul kiymaydi. Burulki degan ma Yevropadan kelgan narsa. Burun har biri kiyib kengayib ketgan narsa. Shunga bu nuqta nazar aytganda buning hech qanday böyle qichishmagan, yani qoshlagandek hech qanday ahamiyati yo'q bir tanqid ham shunda bir akademiyada uni qilish. Din tarafda aytgandimi? Masalan, din nuqtada aytganda imomlardan so'rayman. Meni bir nima bo'lib qolsam, darrov shu odamdan so'rayman. Mashinam buzdi, mexanik opirma. Og'rib qolsam, doktor ko'rindimi? Din to'g'riliq masala bo'lsa, bizning masjidda noyat doktorlik unvonini o'qib kelganlar shulardan so'rayman. Bu yüzünü itibiliş İslam dini bilan münasebeti yok. Çeçini bağlaydı, münasebeti yok. Lekin İslam dinida biz to'g'ri xato deymiz, to'g'rimi? İslam dinida halol, haram deb ataydi bular. Bu yüzünü itibiliş İslam dinida münasebeti yok İslam bilan. Lekin bu İslam dinida haram emas. Bunu İslamda haram demaydi. Bu halal. Mesela toylarda adı Uygur basan, muş dümbüsüne yerim uçuk, çaştırmışlar. Bulan bu haram. İslam din nokta değilse eğer. Ula dinkarlarsan bu haram. Adı babasınınki meğer nim buluvatıdı, kılmış noktanı kara meğer nim buluvatıdı deysen, ma haramla, ma halal ne haram dep eyiplavatadı. Ala ki vakılan ayalları karşı akçancı, o İslam dinde haram. Malanın haram emas, bu İslamda münasebeti yok, bu haram emas. Bunu çekilmegen. Ani çekilgen inni Kur'an'da.
Shuning uchun hozir bunda ma qilmish nuqtada aytganda ma haromlar, ma halollarni harom deb ayblayapti. Ma odamning qilgani shu-da. Ma odamning qilgani shu. Shuning uchun men bu taqsi taqımısın masalan u yer 3-4-5 yil odam masalan nim qaring Amerikadan ba 100 mishta itib jurdiganlar. Bizning ma'lida birsi bor. Hech kimning qari yo'q. Ularning diniga deydi. Hech qasi yo'q, hech kimning qari yo'q bu Amerikada. Amerika nim jursa gaylaba yalang'och yurib oldiganlar bor. Beshini mushta yuvan qip-qizil mishaldir bo'yib oldiganlar bor. Yo'q chichini o'tda panklar bor mushta. O'zining ishi deydi, hech kimning qari yo'q. Ular endi bir akademiya yig'in deb ichibdi. Shu yig'inda mushu masalani ko'tarib chiqqan yiliqi Çin iliq Uyg'urlar qichishmagan yana qashlagandek bir ishga dedim. Buni bir kül ko'dim. Bunun bilan qaringlar bo'lmasin. Har odamning masalan har odamning e'tiqod qilgan darsi o'xshamaydi. Qay odamlar ashini o'zining bir xil e'tiqodi deydi. Albatta ular ishlamaydi, unda bir ishlamaydi. Lekin bizning mishi Amerikaning qay erlar va ayolni ishlagan to'g'ri durust demaydi. Uyda o'tirsa men boqaman deydi. Bizning dinimiz sayyor bir ishlab unda qilsang bo'lmaydi, durust emas deb. Ularning har odamning diniga bo'lgan e'tiqod darajasi o'xshamaydi. Tushunish o'xshamaydi. Hammamiz o'zimiz ular bilan hozir bizningki hayot mamat ilishayotgan vaqtimizda bu masalalar to'g'riliq bahs-munozara qilish bir hech qanday menimcha bir ahamiyati yo'qli bir ishlar bo'ladi deb shunda deb tushunmayman. Burada Mevlanka bilgenki programımızın akhlaş bir saatte mi eşipti. Aslında buna sohbet kılışımız mı yok diye fakat bir sınav bakali dep ilan çıkarıp programı kıysa kılanmaya da çıkarttım. Bu bitkap kalıp bilgen teknik nemelden kayıt oğuşap besin emek bakalsak ve yakış bulup da avazımı obda okşaydık. Ya şöyle avaz uçuk çıktı ya. Başka bilim omuğa okşaydık. Hıdayı burs aldığımızda hem de sohbet asla başsak boğadakta. Boladı. Birden yok kılıp hem kılamız. Qarindoshlar biz programmani ko'rdinglar biz bergan erkin bir sohbat qilib baqili sınaq maydoni bo'lgandan keyin u bu yerdan parang deb hamda dunyo vaziyatlaridan uningdan bundan qilib o'zimizniki tunugi bilgan bo'lgan bu realligimizni so'zladik. Hamma odamniki fikri o'ziga bu boshqa millatga bilan vakillik qilolmaydi. Mayli men so'zga gap to'p qolsin, mayli men so'zga gap to'p qolib qolsin endi bu narsani yana kesib berib chaplab har xilini qilmaylik. Fakat diasporada bo'layotgan narsa unda Mevlankamniki birinchidan yosh cho'ng, ikkinchidan turib diniy binaslarni yozadi, e'lon qiladi degandek anglab ko'ryapmiz. Endi buning ko'z qarash qandaqdir deb so'rab boqdim. Yine to'g'ri, bugun ishimiz sinab baqaylik deb chiqdi. Sinab baqaylik. Boshqa bir maqsad yo'q. Men shu diniy sohaga so'hbat qilishga bek diqqat qilaman-ku, endi ozroq nim qilib qolsak millatimizniki diniy hissiyatda nim qilib qolib, jiq odamlarniki ranjitib qo'ymaylar, yana bir ichki ittifoqlarimizga nima qilib bo'lmasin degan asosda bunda suhbatga kelganda bek sezgur turmanda hamda qilgan nurg'un suhbatlarimiz va nurg'un temamiz va buni tashlab qo'yib, buni kirsak hamda ichki jalmajaramiz bak ko'payib qoldi ekan-ku. Bo'lmaydigan shunga men bu din to'g'riliq basmlarga zodi kirmayman. Men kirmayman, ham bu to'g'risida boshqa binimi yezib binimi qilmadi qarsa haqida bekna jo'rg'an odamlar ifoda bildirib hamma narsa o'zini so'zlab chiqadi ham shuni o'zi yetarli deb qaradik hamda. Bu da rahmat bugungi suhbatimiz ichiga olsun. Kilar qattam hamda oldimiz kaptan boshlab hamda asta ekran hamda yana bir jonlanib saqladik o'xshaydi. Bo'ldi. Qarindoshlar salomat bilan Allohga omonat. Yangi temalar bo'lib qolib qolsa hamda o'zing o'ylaganlar desanglar inkos beringlar. Yezing aloqalashinglar, texnik yaxshi programmalar qilishga tirishimiz. Afsus shu oldin 2 oyda degandek men programma masala ko'rilib qilolmadik suhbatni. Hamda bugun o'shalga o'xshaydi. Bu bundan keyin doim bo'lsa masala asta suhbat qilib boramiz. Hamma Allohga omonat. Mavlanka sizga rahmat. Rahmat. Ma'qulmsa, Allohga omonat.